Malibu mashinalarga Mercedes hadovoy skidga ulgurib qoling deyshadi-yu. Bizda aynan shu hadovoy yil 12 oy 5 million. Malibuga 5 millionlik hadovoyimizda nima-nimalar almashadi? 4 ta amortizator, oldi Captiva perdelkali bo'ladi, orqa usulinli variantda bo'ladi. Balka vtulkalari ichi to'la rezinkali quyma vtulkalar bo'ladi. Oldi richey qismi Mercedes 221 yoni ochiq sunny bloklar bo'ladi. Orqa qilich vtulkasi ham 221 ga bo'ladi. Klavish shift vtulkalari almashadi, ikkita orqa amortizator chashkasi almashadi. Bularning hammasi ustanovkasi bilan faqatgina Avtozon servisda 5 million so'm. Bu hech qanaqa skidka emas. Yil 12 oy kelib bemalol foydalanib ketsanglar bo'ladi. Bizda 7 millionlik hadovoy ham bor. 7 millionlik hadovoydan to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha Avtozonga murojaat qilasizlar. Muhim ishlarni tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. Videoni Malibu'si bor do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.